Xidov murabbiyosiga olsangiz chiqadi, xudo xohlasa Instagramda. Assalomu alaykum. Aka, salomatmisiz? Charchamayapsizmi? Ochiqlik va shaffof prinsipiga ko'ra syomka qolmoqga qarshiliginiz bo'lmasa, kim qaryapti bu postga? YPX xodimi yoki kim bor? Kim bilan gaplashsak bo'ladi? Takror olasizmi? Assalomu alaykum. Aka, ochiqlik va shaffof prinsipi bo'yicha syomka qolma, qarshiliginiz bo'lmasa, bitta masala haqida so'ramoqchi edim. Odilona, xolisona fikr bildirsangiz. Bugun ertalab ham o'tdim, hozir ham o'tyapman 205 hisob belgilari haqida. Postlarga qo'yish mumkin emas. O'z asli maxsus joylarga qo'yiladi, bilsangiz kerak uni ham. Shuni bitta chorasini ko'rsak bo'ladimi? Ertalab probka bo'lib ketyapti. Mana shu har kuni o'taman. Shu yerda probka. Shu yerda probka bo'lyapti. To'xtab o'tishyapti, shoshilayotgan odam mana bilan ham to'xtab o'tyapti. O'zi asli noqonuniy bo'ladi. Mana shuni qanaqadir chorasini ko'rsak bo'ladimi yo bo'lmaydi? Murabbiyosizmi, Vohidov? Bu bo'yicha yo'l nazorati bo'yicha shug'ullanadigan bo'lim bor. Obelgayda. Yo'l nazorati. O'shanga borib murojaat qilasiz. Bu yo'l belgilaridan biz faqat nazorat qilamiz. Ularga biz qo'yib, hozirga joyga qo'yib olamiz. Faqat nazorat qilamiz. Ha, sizlarni qo'lingizda emas. Yo'q, biz qo'limizda emas. Misol uchun hozir kimdir to'xtamasdan o'tsa, jarima qo'llamaysiz. Yo'q, jarima qo'llaymiz, ixtiyoriy bu. To'xtash, to'xtamaslik ixtiyoriy. Ataga chun ixtiyoriy asli lekin o'zi mumkin emas, to'g'rimi postlarda qo'yish? Endi postlarga qachon qo'yilgan? Karantin vaqtida qo'yilgan. Karantin vaqti maxsus tadbir bo'layotganda, bo'lsam tegishli organlarga murojaat qilamiz, xudo xolisa. Aka, katta rahmat. Bunga uchun rahmat aka. Men o'zim familiya ismim. Endi Vohidov murabbiyosiga olsangiz chiqadi, xudo xolisa Instagramda. Aka, salomat bo'ling. Ko'rdinglar? Postlarga qo'yish mumkin emas o'zi. Go'st standart bo'yicha. Ko'p o'taman, ertalab probka kutyapti. Ayni mana shu postda. Ko'p postda topilmaydi. Imенно shu postda bor.